Studiyamizga mehmon ijodkorimizni taklif etganmiz. Haqiqatdan Xorazmda Xivada xalfachilik san'ati haqiqatdan juda ham yuqori darajada rivojlangan va bu san'at rivojiga o'ziga xos hissa qo'shayotgan latofatli ijodkorimiz bugun studiyamizda mehmonlar. Dilorom Jobberganovani biz studiyamizga taklif qilamiz. Chiroyli tarona bilan dasturimizni boshlab beradilar. Dilorom opa, xush kelibsiz. Marhamat, taklif etamiz. Raqsida Umida xonim. Tabar